Assalamu alaikum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Ko'rib atqaninglar Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining Abdul xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda o'tgan bir hafta jarayonida yuz bergan Uyg'urlarga aloqador muhim voqealardan ma'lumot beramiz. Men Erkin. Xitoyning Uyg'ur eliga tayinlagan Kompartiya sekretari Jang Chunshan 9 mart Beijingda muxbirlarning ziyoratini qabul qilib, Xinjiang Iroq islom davlatining ta'siriga uchrayotdi degan. O yana Suriyada jang qilib qaytgan bir qism Xinjiangliklarning qo'liga tushganligini ilgari surgan. Xitoy hukumat axboroti xeyli ilgarila Iroq, Sham davlatida urushga qatnashayotgan 300 nafar Uyg'urning borligini xabar qilgan edi. Jang Chunshanning bayonoti xalqaro jamiyat va taratqularning gumonini qo'zg'agan. Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Rabiya Qodir xonim darhol inkos qaytirib, Jang Chunshanning o'z mag'lubiyatini yo'shirish uchun mas'uliyatni boshqalarga do'ngab qo'yayotganligini ilgari surdi. Yaqında Yensar Naisining Sağan yezisida yoshlarning pivo ichish musobaqasi o'tkazilgan. Bu faoliyatni Yezilik siyosiy qonun komiteti uyushtirgan. Ma'lum bo'lishicha, mazkur yezidagi 460 nafar yosh bu musobaqaga qatnashtirilgan. Birinchilikka erishganlar 3 yoshli pivo bilan mukofotlangan. Nailik hukumat o'rida bu xil faoliyat orqali dehqonlarga yangilik qabul qildirish va go'zal yezi qurish tarbiyasi ilib berilganligini ilgari surdi. Chet ellardagi Uyg'ur analizchilar buni Xitoyning Uyg'ur elida yo'lga qo'yayotgan atalmish diniy oshqo'llikqa zamonaviy madaniyat orqali taqobil turish planining bir qismi deb qaramoqda. Ma'lum bo'lishicha, Urumchi shahrining sobiq partikom sekretari Leji parxo'rlik va chiriklik jinoyati bilan tekshirilishga boshlagan. Leji 2009-yildagi 5-iyun voqeasi mezgilida Urumchi shaharlik partikomning sekretari bo'lish sifati bilan bir minibus ustida nutq so'zlab, Xitoylarni Uyg'urlardan o'ch olishga kuch kiritgan. U shu qitimliq so'zida Rabiya Qodirni yo'qotayli deb shior to'lgan. Van Luchanning yaqini bo'lgan Leji 5-iyul voqeasidan keyin vazifasidan qoldirilgan bo'lsa-mu, lekin u Uyg'ur Abtonom Rayonlik xalq qurultayining muavin boshliqligiga o'stirilgan. Analizchilar uning bu qitim chiriklik bilan ayblanishi Xi Jinpingning Jiangzemin guruhidagilar bilan bo'lgan ko'rishining yana bir natijasi deb qaramoqda. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining kishilik huquq vaziyatini tekshiruvchi amaldori Heynir Belefel chorshanba kuni Xitoy hukumatining Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan besim siyosatini qattiq tanqid qilgan. O so'zida Xitoy hukumatining Uyg'urlarga selayotgan parakandichiligi va tahdid xarakterlik siyosatlari kishini cho'chitadi degan. Heynir Belefel yana Xitoy hukumati nurg'un jihatlarda qudratli kuch bo'lishi mumkin, ammo u demokratiya va qonunga tayinib ish qilishga kelganda intayin ojiz degan. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bu inkosi Jang Chunshanning seshanba kuni Beijingda bergan Suriyada urush qilib Xinjiangga qaytib kelgan bir qism kishilar qo'lga tushdi degan bayonotidan keyin o'tirg'i chiqqan. 11-mart kuni kech soat 18 atrofida Urumchi shahrining Yengishar rayonidagi Temir yo'l idorasi tavallikida bir maydon qonliq voqea yuz bergan. Ma'lum bo'lishicha, kimligi noma'lum bo'lgan 2 nafar hujumchi neft sari oldida ketayotgan Xitoy ko'chmanlariga pichoqliq hujum qilgan. Hujum jarayonida Xitoy ko'chmanlaridan 3 nafari og'ir darajada yaralangan. Atrofda vazifa o'tayotgan Xitoy soqchilari darhol o'q chiqarib, hujumchilardan bir nafarini naq maydonda etib tashlagan. Yana bir nafarini asir olgan. Shu kuni Xitoy soqchi to'g'rida voqea haqida qisqacha uchur berilgan bo'lsa-mu, lekin uzun o'tmayla o'chirib etilgan. Ma'lum bo'lishicha, Sayfiddin Azizi tug'ilganligining 100 yillik munosabati bilan u to'g'riliq Xitoy hukumat taratqularida ko'plagan maqola baholar e'lon qilindi. Bu vaqtdagi maqolalarda Sayfiddin Azizining Xitoy Kompartiyasiga bo'lgan sadoqati, Xitoy Xalq Jumhuriyatining zimin butunligiga qo'shgan atalmish to'hfalari alohida madhiyalangan. Xitoy matbuotlari yana Sayfiddin Azizining o'limidan keyin Xitoy Kompartiyasi Markaziy komitetining uningga bergan 5 turlik bahosini qayta ta'kidlagan. Muhojiratga Uyg'ur siyosiy faoliyatchilari Sayfiddin Aziziga baho berishda Xitoy Kompartiyasining tarozisini emas, balki Uyg'ur xalqining milliy manfaatini tub prinsip qilish kerakligini ta'kidlamoqda. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishgacha omon bo'linglar, xayr xo'sh.